10-mikrorayon hududidan 1-qavatdan 2 xona qilsa bo'ladigan chiroyli remontli xonadonimiz pishgan ashli domdan sotuvga qo'yilmoqda. O'zini podval qismiga ham ega. Ushbu domni ko'rgan bo'lsalaringiz, bilsalaringiz kerak, 8 qavatli pishgan ashli dom hisoblanadi. 7-17-maktablarimiz yaqin joyda joylashgan. Hamda hozir xonadonimizning podval qismini ko'rib, keyin ichki remont holati bilan tanishib chiqamiz. Keling. E'tibor beringlar. Uzun yo'lak bo'lib kelganda podval qismi anchagina keng, bemalol o'zingizning shaxsiy narsalarni saqlasangiz bo'ladi. Hamda domimizning pishgan ashdan qurilganligini isboti. Xonadonning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz asosiy kirish eshigi, keling, birma-bir ko'rsatamiz. Asosiy katta xonamiz uzunligi 6 metr atrofida, parda gilamlari hamma yoq qilingan, tayyor holatda bo'lib turibdi. Ko'rib turibsizlar, faqat shaxsiy narsalar olib ketiladi. Bu yerda katta shkaflar ham o'rnatib qo'yilgan. Polnotsенный bir xona, lekin 2 xona qilish imkoniyati bor. Hozir kelsangiz ko'rsataman uni ham. Marhamat, keling, yuvinish xonalar alohida. Yuvinish xonasi to'liq kafel qilingan, oppoqqina chiroyli bo'lib turibdi. Va hojatxonasini ko'rsatib o'tasiz. Hojatxonasi ham to'liq kafil qilingan. Keling, endi bir xona, 2 xona qilish imkoniyati bor deganimizda, marhamat, mana kuxnyasi ko'rib turibsizlar, ovqat tayyorlash uchun hamma sharoiti bor. Bu yerda pechlari, LG kir mashinkalari va gaz plita hamma narsa o'rnatib qo'yilgan. Do'kontorni kotel, холодильник va mana bu tarafga o'tadigan bo'lsak, 2 xona qilish imkoniyati bor bo'lgan xonachamizni ko'rishimiz mumkin. Bu tarafdan eshik o'rnatib qo'ysangiz yoki mana bu yerdan eshik o'rnatib qo'ysangiz, bu yerda sizning kichikroq oshxonangiz hamda bu tarafda ikkinchi xonangiz vujudga keladi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, podvali bor bo'lgan 1-qavatda joylashgan ushbu xonadonimiz 375 million so'm joyda savdosi bor. Hamma jihozi qoldiriladi. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Kim naqd pulga bir xonalik kompaktli xonadon qidirib yurgan bo'lsa, pastki qavatdan ushbu xonadonni tavsiya qilamiz. Bu xonadonimiz ipoteka bo'lmaydi, faqat naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizga yo'qotib qo'ymanglar. Yaxshi narxda Navoiy shahar bo'ylab ko'chmas mulk e'lonlarini biz qo'yib boramiz.